Apamni yotliq qildigan ishni vaqtida bir narsa qilamdi. Tuzuk bir gap qilgina. Kichigingni mana shundoq kapsizdan. Yana boshqa ham kim opamni sog'dimamsa? Acayip. Bu apamni ayaga bilmayan desem, acaba bu anamızın öyle sığdığımı kallık olam da. Demisimi şoğu? Demisimi şoğu dep koy. Hey, 27 yıl oldu ya anam. Ehsiz jürüvat kılıp bilemse. Aynı vaktim o. Senin bir yığız gibi olan toktap koygan. Ballarım. Ben silahını dep egdekkim yok. Eğanen kısmıdan nim kılıma. Silahlam yaxşı durmuş keçiyorsan boldu yedise. Vay anam rastlaydıgan şeydi o dep. Edetmedim. Şu gibi ötüp gitiptik ya. Şunun birisi ehtigamsiz dep hoşunla asıl dep oldu. Tuqqanlar asıl dep oldu. Hey, men degan bir o'g'il bola, har qancha bolasi bo'lsam-mu. İzzat etmamda men devesem. Nima deydigansan jinim ukam? Yosh vaqtida tegmagan ayaga endi qayrag'ini tegib nima qiladi? Hey, bu ayaga tegishning, xotin olishning yosh qiyri bilan nima ishi bor? Jinim, acha sen bir o'ylab baqa. Shu doktorxonada jiddiy qutqizilib, et o'lib qolarmi, o'g'illik ketib qolarmi deydek 70-80 yoshga kirgan erlarimizmi, dadalarımızmı? Çıraylı qaraq bir sestra kirse, munduq bir qarib oladi. Nima uchun bilamsa? Ko'zi bilan shu go'zal qizlarni ko'rgandan keyinki ma yurak so'qishining ne qadar tezlab ketganini o'zi his qila oladi. Shu yeshi bir yerga berib qolgan onalarımizmi? Tatinib, bolalardan xijil bo'lib, voy jinim bolarim, men sizlarning xizmatinglarni qilsam bo'ldi, nevralaringni bekib beray deb turib o'zini ep qochqini bilan o'ziga bir bexatarlik tuyg'usi beralaydigan, qiyirganda bo'lsin kuynalaydigan bir erning eski chopinni undaq ta'b urab ketsin majmu, jiroqdan bo'lsin bir qatim purvag'is keladi. Anan qulda bo'lganligim uchun, mening yanimda xutim bo'lganligi uchun bu cho'nglarning hissiyotini faqat o'ylashmamdi. Qara, men onamni beqib bo'lolmay, ya ko'zimga sat ko'rinib qilib, egi birliydim. Eğer şunçilik ak ko'ngil, mush anamning ko'zida yosh oqqizmaydigan bir odam bo'lsa, ekilib olib birga boqsaqmi bo'ladi-ku. Chuqur sirtga chiqarishimiz shart emas-ku. Shu ota-onamiz 8-10imizni birga boqdi. Lekin biz ashlarning xushaligi uchun ekilib olib turib, bir jup ota-onamizga boqolmamdi. Eğer onamizga kuynalsa, biz ularni o'gay chillab ketamdi. Zadı bu qığıl bo'lmaydigan ishmi? O'zinglarning yolg'iz yashashingiz faqat kelmaydi. Ammo cho'nglarni yolg'iz yurishga majbur qilamdi. Bu shunchalik bir oddiy ish, o'zimiz kelganda bir o'ng'ay. Ammo cho'nglarni xiyol qilgan vaqtimizda kallimizdan faqat o'tmaydi, shundaqmi? Bu kalladan o'tmaganlikning ishi emas jinim ukam. Onamning bu yoshga kelgan chog'da endi aygibersak, mahallidagilar nima deb o'ylab qoladi onamni? Shu keynidan gap topa oladigan no'chilar kunda o'zining kelinlarini yoki bolalarini akirib, onamning xizmatiga sepib beramdik-a. Qara, faqat munosabat yo'q bunday ishlar uchun kallang nafratmi. Agar xohlasang, tarbiya dadamning putini majib qo'yay. Onamni sen yuyindirib tarab qo'y. Kiyimlarini ma'qul. Ayolimga bek besim bo'lib ketmasin. O'z tug'magandikin ming yaxshi ko'rdi desimi, azroq xijilchilik bo'lib qolishi mumkin. Kiyimlarini ayolim juppasin. Mushundaq har tarafdan kelsak, biz besim ep kelmasak, ular qaytib boshlaganda hargiz besim his qilmaydi. Senla ma'qul desang, onam chuqum teshida yo'q bolarim bo'ldi, men sizlar uchun, nevralarim uchun yana badal to'lamasam bo'lmaydi degini bilan zo'rlaversak, anandan keyin o'zidagi Muş turmuşunu qaytadan başlagandan keyin qilib qolgan g'iriblikni, yolg'izlikni asta-asta keyniga tashlatadi. Uni sen bilan biz qila olmaymiz jinim acha. Har qancha kuyinsakmi, bir erning bir ayolga berdigan, bir ayolning bir erga berdigan shu izchil mehr muhabbatni sen bilan biz bera olmaymiz jinim acha. Mening mushay kelib, mush go'zal sahrada asalar beqishim, seningcha bak iyilik tilab ketish, pul tep ketishini maqsad qilganmi? Onamni yolg'iz qolmasin, ko'nglida balam, nega berib qanot qoqsangiz qiqil.
pulla tapsanız buludu. Siz yaxşı turmuş keçiyorsunuz. Men şundan hoşal bulma canım balam digini bilen. Köңülnün bir yerde muş ballarım gözümde tuz buldu dep şunu ümit kılıdı. Şunu bildiğin sen? Həmin farzandlar sana oxşaş. Anısı kuyumcan, vafadar bolsa, nima degan yaxshi bo'ladi ya ukam ha? Anısı kuyumcan, vafadar boğallığı nispeten sen bilen biz hiç nim kılamadık canım aça. Yani gelip ben şu kallamda ötmeydiğin bir iş bakara. Sen bek küyünsen mi? Ben bek küyünsen mi? Bir işli kılamaydıkemiz. Muş anam yalğız turvatkay çağlarda keçiş uxlavatkan çağlarda bulamdı. Ya ki gündüzler aram elivatkan çağlarda bulamdı. Aç yürek kesil kozgulukları. Yine de sen bilen biz yok. Ben bu yerde her vakit ben de. Sen ailendekilerin hizmetini kılmen de. Yine de bulup bulamısak. Bire işin aldığını alımız deyip ip bulamayı kalmaylı. Hem de düşengen sen canım aça. Hem de bozumu makul digin. Ben desem hicil oğlan bilen. Sen desem çok makul deydin. Maqul ukam.